Assalomu alaykum hammaga. Hamma so'rayotgan kameradan yana olib keltirdik. Xudo xolisa bu safar yengillik bo'lgan. Kamera HD formatda oladi, rejimlar o'zgaradi mana. Rejimlar o'zgaradi. Yandex chokali, ko'chada yuradigan postoyanniy okali qo'yib olsanglar, salonni ham oladi, tashqarini ham oladi, одновременно olib ketadi. Hozirgi paytda juda ham kerakli narsa, kichkinagina qilib ishlangan. Oynani bir chekkasiga qo'yib qo'yasizlar, bir chekkada olib ketaveradi. Uni yopishtiradigan o'zi kripnelari bor. Yana bitta yengillik qilganmiz, bunga zadniy kamerasi ham bor mana. Zadniy kamerasini shuncha zapassimi orqa bilan shuni orqaga ulab olsanglar bo'ldi mana. Tayyor turibdi. Tepasiga qotiriladi, zadniy kamerasi ham, xudo xolisa mana diodlari bilan orqani yoritib ko'rsatib beradi. Ichida kripnelari chiqadi, har xil komplektida o'zini zaryadniy nimalarigacha chiqib keladi. Lekin zakaz beringlar, bu juda ham zo'r ketdi. Ko'pchilik olib maqtadi, kommentariyalarda mana orqadan salonni ham tinib oladi. Mana bitta knopkasi bor, nochdor rejim. Shuni bosasizlar bo'ldi, yop-yorug' qilib salonni ichini olib beradi. Oldindan fleshga qo'yiladi, xohlagancha zapis qilib zakaz beringlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavka qilib beramiz. Zakaz berasizlar.